Hormayli charchamayapsizlarmi? Bugun yana haftalik analizimizni boshlaymiz. Sizlar bilan bugun yillik analizni qisqacha to'xtalib o'tamiz. Bundan oldin aytib o'tishim kerak bo'lgan narsa, hozirgi kunda berilayotgan Forexdagi analizni yanvar oyini birinchi non-farm, ya'ni mana shu haftani juma kunini o'tkazib olmaguncha juda ham katta risk qilishga arzimaydi. Chunki har doim bozor yil boshida o'ziga likvidlik hosil bo'lmaguniga qadar harakat bermaydi. Qancha sizlar savdo qilishinglardan qat'iy nazar, mani tavsiyam sizlarga faqatgina New York sessiyadagina, ya'ni Amerika sessiyaga PM da savdo qilinglar. Bugungi yangiliklar va shu haftadagi yangiliklarni ko'rib chiqsak. Xo'p, bizda eng kuchli hafta 4-o'qish kuni, ya'ni chetverk bilan xo'p, juma kuniga non-farm payrolls dekabr oyi uchun chiqadi. Katta ehtimol bilan baribir ham ko'tarilgan chiqish ehtimoli bor. Ya'ni birinchi impuls oltinga selga bo'lish ehtimoli juda baland. Sabab bor, chunki bozorda oxirgi yangiliklar juda ham betaraf bo'lib chiqqan, lekin asosiy tendensiya bayda. Bundan tashqari o'zingizlar ko'rib turibsizlar, Venezuela today desanglar o'zi chiqib qoladi. 01/2026. Bugunning o'zida 2 soat oldin 80 to'dan operatsiya davomida vafot etgan. Xullas, prezident Trampning o'sha bergan topshirig'i bilan o'zini nima desa bo'ladi, strategik aloqalarni yaxshi o'rnatish xohlamagani uchun urush bo'ldi va xuddi Telegram kanalimizga aytib o'tganimizdek, oltinda va neftda har qanday energiyaga bog'liq bo'lgan inflyatsiya chorasi sifatida qo'llanilgan instrumentlarda buy gap bo'ldi. Xo'p, biz dollar indeksini asosiy yo'nalishini analiz qiladigan bo'lsak, birinchi o'rinda oyni tugatib oldik. Ya'ni bizda oylik svecha yopildi. Dekabr oyidagi svecha yopildi. Qanaqa yopildi desanglar, bizda birinchi o'rinda yopilgan svechalar bular xo'p, bizda minimumni ololmagan. Ya'ni bu katta ehtimol bilan oltinda va dollarda yuqoriga, oltinda esa qisman pastga, lekin fundamental analiz, ya'ni har doim urush bo'layotgan davlatda buy impuls bo'ladi. Xo'p, bizda oylik minimum olinmagan, haftalik minimum olinmagan, ammo maksimum olingan. Bu degani bizda hech bo'lmasa ham 2 hafta yuqoriga yurish ehtimoli bor. Birinchi va ikkinchi hafta mana buni ham maksimumni olish atrofida turibdi. Xo'p, biz yo'nalishini ko'rishga harakat qilamiz. Xo'p, asosiy yo'nalishni ko'radigan bo'lsak, bizda dollar indeksida telefon kelib qoldi. 98-99 narx atrofida yopila oladigan bo'lsa, global oylik maksimum, ya'ni dekabr oyini maksimumni yanvarda olish ehtimolligi paydo bo'ladi. Bu hali ham global yo'nalish emas. Bu hozir asosiy yo'nalish. Global yo'nalishni kunlikka o'tib turib ko'radigan bo'lsanglar, juda ham katta kuch bilan bozor down trendni yorib chiqib, o'shandan keyin konsolidatsiya bilan juda ham uzoq vaqtda yorib chiqyapti. Ikkinchi tasdiq, uchinchi tasdiq bo'lib juda ham sekin burilib olgan. Xo'p, 4 soatlikdagi trendni ko'radigan bo'lsanglar ham dollarda indeksi juda ham kuchli harakat bergan, ya'ni bayga nisbatan har qanday holatda Amerika o'zining iqtisodiyotini baland ko'rsatishga harakat qilyapti. Bizda maksimumlar juda ham ideal hosil bo'lgan, ya'ni svechalar tanasi juda ham to'liq. Xo'p, umumiy maksimumdagi likvidni hisobga oladigan bo'lsak, bizda targetimiz bor, ya'ni global o'sha dollar indeksini targetini oladigan bo'lsak, 100 narxgacha chiqishi mumkin. Bu degani O'zbekistondagi dollar narxi ham 12.50, ya'ni 1.250.000 va 1.235.000 atrofigacha chiqib borishi mumkin degan. Shu kecha kunduzi o'zida bo'lib qolish qiyin, non-farm bilan borib qolish ehtimoli bor. Dollar indeksi yo'nalishini aniqlab oldik. Hozirgi joyidan ham impuls bilan 98-750 dan tepada qolsa, globalniy birinchi target shu yergacha buy bo'lish ehtimoli bor. Bu degani yevro dollar, funt dollarda yaxshigina sell bo'ladi. Agar buni yorib qola olsa, 99 175 170 150 atrofini, bundan keyingi target
trend boshlangan maksimumgacha 100, 250, 289, 200 atrofigacha. Dollar indeksi yo'nalishi aniq, ya'ni bizada DXY buy uchun juda ham ideal. Endi oltin yo'nalishini ko'radigan bo'lsak, oltinda 4 ta 4 buguniga qadar to'xtamaydi. Chunki bozordagi kuchli narx darajasi eng kuchlisi 4 ta 4 narxda turibdi. Kutib turibdi. Bu narsani kanalda berganmiz. Oya kanalda. Xo'p, endi bunda ham haftalik svechani ko'radigan bo'lsak, minimum olinmagan, hafta ochilganidan yuqoriga ketgan, ya'ni mana shu tongda gap bilan srazu yuqoriga impulsni otgan. Hafta minimumi bayga qachon qo'shilsam bo'ladi deganlar uchun eng kuchli ikkita zona qoldirib ketdi. Birinchisi mana shu joy o'zida. Buni shogirdlarimiz biladi. Ancha impulsni qo'shilish joyi. Qancha chiqib ketsa ham baribir bitta tasdiq uchun sabab qoldirib ketgan. Bitta tasdiq uchun tushib kelganida sizlarda mana shu yerda juda ham kuchli bay bor. Ya'ni bu degani o'sha maksimumni ham yangilashiga agar shu yerga kela olsa juda ham katta kuch to'plangan. Mana shu joyi o'zida. 4600 ham target qilib olish mumkin. Mana lekin sizlarga classic trading fokusidagi qarashni ham nazarga tutinglar, nazarga olinglar. Xo'p, buni nimaga aytyapman? Kunlik time frame ga oladigan bo'lsak, yaxshigina bozor bizga konsolidatsiya bergan. Xo'p, konsolidatsiyani oladigan bo'lsanglar, yorib chiqish holati bo'ldi yuqoriga. Ya'ni birinchi to'xtalishi o'zi endi hech bo'lmasa 4450, 4444 atrofida bo'lsa ham 4600 olgandan keyin keyingi targetimiz 4875 darajagacha bo'ladi. Buni nimaga bunaqa o'lchanishini men shogirdlarga darsda ham ko'rsatib berganman. Agar sizlar ham darsga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, onlayn ham offlayn ham qabul e'lon qilib qo'yganman. Kelib bemalol sharoitlar bilan tanishib yozilsanglar bo'ladi. Xo'p, global bozor yo'nalishini oldik. Bizda asosiy yo'nalish oltin uchun bayda, fundamental tahlil ham bayda. Maksimumni olganida, bu degani 4535 narxi ola olsa, bitta maksimum olgandan keyin qulash bo'lib, keyin ko'tariladi. Ungacha maksimum oldi, srazu bay degan tushunchadan uzoq bo'linglar. Ungacha non-farm kelib qoladigan bo'lsa ham kuchli qulash bo'lishi mumkin. Endi nimaga 4444 dedim? 4444 da asoslab beraman. Kunlik time frame dan olganinglarda bizda juda ham katta inversion FVG hosil bo'lgan. Hozirgi holat 4411, 20 va 40 narxli shu yerda razvorot bo'lish ehtimolligini bildiradi. Bu kunlik time frame dagi FVG ni anglatadi. Xo'p, o'shanda bizda 50% ni olsak, mana ki 4444, 4440 atrofiga to'g'ri keladi, mana ki 44-40 atrofi. Juda ham kuchli inversion FVG. Xo'p, shogirdlarimiz menimcha analizdan yaxshi foydalana oladi. Analizni har doim uzoq muddatli beraman, sababi ularda yo'nalish kerak. Shu g'oya asosida ular yo'ldan entry topa oladi. Kamida 300 punktcha. Xo'p, asosiy yo'nalishi oltin uchun ham aniqlab oldik. Agar ya'ni yo'lidan sabablarni ham qo'shib ketaylik. 4444 dan yana yuqorida yopila olsa, hech bo'lmasa 1 soatlik bitta svecha, biz yana ham o'sha joydan buy targetni olamiz. 4642 gacha bo'lgan joyga. Bu yopila olsa, 4444 dan tepada bitta 1 soatlik svecha hech bo'lmaganda yopila olganda, biz yana global maksimumga qarab target olamiz. Birinchi target agar shu yerdan yorib tepada qola olsa, 4450, 44 atrofidan yana buy qo'shilamiz. Birinchi target 4535 gacha, ikkinchisi 4641, uchinchisi 4874 narxgacha bo'ladi. Xo'p, endi bizning analizimizda stop loss ham beriladi deyilyapti. Bozorda mana shu joyda model hosil bo'lishiga qarab stop loss o'zgaradi. Ya'ni videoda ko'rindi, mana shu joydan 1 soatlik qoldi, birdaniga buy degan g'oyadan uzoq bo'linglar. Iloji boricha kichkina time frame dan entry bo'lganda g'oya kanaliga beriladi. Shu analiz bo'yicha g'oya kanalida ham faqat
elementarniy stop loss'i take profit bilan qo'shimchalar bilan berib boriladi. Xo'p, oltinda ham yo'nalish olindi. Fond dollar yo'nalishini ko'radigan bo'lsak, xo'p, haftalik bozor yo'nalishi pastda yopilgan ekan. Xo'p, bizda fond dollar uchun 1.34.267 narx juda ham kuchli. Chunki bu haftalik impulsli bozor yo'nalishini oldik. Haftalik time frame bor. Xo'p, bizda shu joyda kuchli inbalans zonasi bor. Hammada mana shu g'oya bo'ladi, e'tibor qilinglar. 1.34 narxlarda buy bo'ladi, lekin bozorda kuchli to'yinish narxi deyiladi. Oxirgi marta dekabr konsolidatsiyasi bo'lgani uchun fond dollarga nisbatan mana shu yergacha bitta tusha olganda buyga urinib ko'rish mumkin. Qayergacha desanglar, target trendi boshlanishigacha. Bu birinchi target. Global, ya'ni target degani o'sha mo'ljal. Global yo'nalish oladigan bo'lsa 1.42 201 42 169 atrofigacha buyga urinib ko'rish mumkin. Qachonki tushib kela olsa, mana shu zonadan bitta tushib kela olsa, impulsni kutish mumkin. Yo'ldan kichik qaytaruvchi zonalar bor, bularni ham belgilab ketaman. Likvidatsiyaga uchrashi yoki bo'lmasam yangilik chiqqanida kuchli qulashida mana shu zonalarda bo'lsa bitta tashlab olish imkoniyatini ko'rib chiqadi bozor. Xo'p, bo'lmasam fond dollarni ko'rib oldik. Yo'nalish buyga euro dollarda ham ko'radigan bo'lsak, haftalik yo'nalish fond dollar bilan euro dollar deyarli bir xil, lekin model jihatdan entrylarda farq bo'ladi albatta har doim. Xo'p, asosiy yo'nalishni ko'radigan bo'lsak, oxirgi maksimumni yangila olmay qaytgan ekan. Xo'p, trendni yora olgan, likvid hosil qila olgan, maksimumni yorib chiqishga urinish yaxshigina bo'lgan. Order block modeli bor. Xo'p, buy uchun bir nechta sabab bor. Faqatgina hozir savdo vaqti emas, 11:19 atrofi bo'lgani uchun. Keyin 11:19 ekranga sig'may qolgan ekan. Xo'p, bizda bunda ham buy targetni olishimiz mumkin. Hozirdan ham kichik riskda buy kirib, trend boshlanish joyida targetni olishimiz mumkin. Hozir riski kattaroq. Sizlarga hozir kiringlar deganim bilan targetni juda ham katta olingani uchun stop euro dollarga nisbatan katta bo'lmaydi-yu, lekin kimdir katta risk bilan kiramasa, katta lot bilan risk bo'lib qoladi. 80 birinchi entry o'zi 28 punkt. Endi valyutada pips o'lchanadi. Men tilada ishlagan uchun punktda bordim. Xo'p, sell nuqtalarni belgilab berib o'tib ketaman. O'zinglar uchun yo'nalish olishinglarga euro dollar targetlar, ya'ni o'sha borishi mumkin bo'lgan kutilayotgan narx darajalar. Bu yerda ham trendda global hosil bo'lishidagi likvidlari bor. Bu yerda ham 1252 nuqtasi bor. Ayni mana shu joylarda savdodan chiqish va bo'lib yopish eng ideal nuqtalar. Xo'p, euro dollar, fond dollar bilan aytayman, farqi bor. E'tibor qilinglar. Burilib olganda ham shu yerdan ham srazu buyga chiqib ketish mumkin. Bu global target. Ushlab o'tirish kerak emas, bezubitkada ushlash kerak. Tushib kelganda ham shu yer bilan qaytib chiqishi mumkin. Xo'p, bu euro dollar analizi edi. Endi euro dollarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, kunlik minimum olingan yaxshi imkoniyat euro dollar, fond dollar hech narsa bermagan vaqtda euro dollar target bera olibdi. Chunki minimumni oldimi, demak bu yerda treyderlarning katta imkoniyatini qo'ldan chiqarib qo'yishdi. Likvidatsiyaga uchrabdi bozor. Hozir o'zida ham buy bor ekan. Real vaqtda buy bor joyida. Qayergacha deydigan bo'lsanglar, har doimgidek birinchi trend boshlangan likvidi va asosiy trendni boshlagan likvidigacha minimumga qaratib olyapman. Bu haftalik minimum, e'tibor qilinglar.
hozirdan bay bor sev nuqtalarini belgilab berib qo'ydim. O'zinglar nafs menejment qilib ham belgilashinglar kerak. Bitta tushib chiqqanda ham target bor. Agar tushmasdan ketganda ham shu yerda 50% sev yana yo'ldan qo'shilishiga chapdagi imbalans zona va breaker blok ustidan yana target olsanglar bo'ladi. Xo'p, mana breaker blokka o'zini ham bitta ko'rsatib qo'yay. Ustida qolib yopila olsa, shu yerdan video kech ko'rayotganlar bo'lsa, mana shu narx atrofida bo'lsa yana qo'shilishi mumkin. Bu yerda stop sal kattaradi ustida olib yopilganida. Xo'p, target belgilab qo'yildi. USD yenani ko'radigan bo'lsak. Xo'p, USD yena grafika. Xo'p, USD yenani ko'radigan bo'lsak, USD yena yo'nalishi asosiy g'oyada baribir ham dollar indeksi bilan birga yuradi. Shuning uchun sell g'oyadan uzoq bo'laylik. Ovoz uchun uzr, tomon bo'g'ilib qolgan. 15 minutlik time frame. Hech qanaqa entry yo'q 15 minutlikda. Yuqorida bitta entry bergan. Kuchli imbalans zonasi bo'lgani uchun. Order block. Qisib qo'ygan bu yerda target olishdan ko'ra trendga kasana berishini kutish afzalroq. Trendga kasana berganda targetni olishga urinib qolamiz. 158 aniq narx darajaga qo'ya qolamiz, chunki USD yana funt yenadan odati bor, aniq narx darajaga hujum qilishi. Targetni mana shu tartibda olishga urinib ko'rsak bo'ladi. Trend bilan tushib boradi ancha. Bu 15 minutlikda, 1 soatlikda ham ancha tushib boradi. Bu degani yevro dollar bilan funt dollarda imkoniyat juda yaxshi bay uchun. Xo'p, Bitcoin bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, juda ko'p g'oyalar berilgan Bitcoinga. Mana shu yerdagi narxga tushib kelishi bir necha oy oldin mana shu private kanalimga berilgan. Ko'rishingiz mumkin 30-oktyabr kuni. Xo'p, 108, 109 narx atrofidan bu ssenariyga oy ham ketishi mumkin degan yozuv bilan berilgan. Manaki o'sha oktyabr 30-si. 30-31-oktyabr. O'shandan boshlab bozorda juda ham katta pipsda kuchli oqish bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin 610 ming pips oqish bo'lgan. Ya'ni bu hazilakam gap bo'lmagan. O'sha yozuv hali ham turibdi. Bu ssenariyga oy ham ketishi mumkin degan. Lekin oy ketgani yo'q haqiqatda. Xo'p, 30-noyabrdan oladigan bo'lsak, 30-oktyabrdan bizda jami 21 kunning ichida, mana shu 21 trade kuni ichida, bularda dam olish kuni bo'lmaydi. 21 trade kuni ichida bozorda 589 ming pips oqib kelgan. Bu degani g'oyada kanalda juda ham oldinda bo'lishadi. Bundan tashqari ham analizda oldindan beri boriladi. Har qanday $100 bilan 500 ham, 1000 ham ishlab yurganlar juda ko'p. Har doim ularning daromadini mana shu kanalda ushlab boriladi. Mana analizda bilan kirayotgan insonlar. Standart shot realda 0.01 sent bilan $52. Bu hazilakam punkt emas, 500 punkt degan. Bundan tashqari ham ushangan bitimlarni ko'rsatib o'tib ketyapman. Xo'p, bu yerda ham shotidagi bitimni bir lotdan bu kanalda awareness oshgandan keyin kirishga maligim bunaqa risk qilishdi. Hech kimga buyurmayman. Chunki kanal o'zida ham yozilgan. Bu kanal risk qilishni buyurmaydi, qarorni o'zingiz qabul qiling. G'oyalarni berdim. Yana ham private kanalga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, pastda linklarni qoldiraman, registratsiyadan o'tinglar yoki bo'lmasam o'zimga Telegram lichkani описаниеda qoldiraman. Yana ham pastda linklar bo'ladi, o'tib bemalol muloqotga bog'lanib turib, kanalga qo'shilib yoki darslarga qo'shilib qabulga kelishingiz mumkin. Kuningiz xayrli o'tsin. Yangi haftada g'oyalar tayyor. Analiz gazini bosinglar.